Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarim, musofirda yurgan aka-ukalarim. Yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omonmi? Sizlarga yangi vakansiya yana chiqaramiz. Ishsiz akalarimga yetib borish uchun aka-ukalarim, sizlardan podderishga, bitta podpiska, like, chiroyli komment bo'lsangiz, like'larni ko'proq bo'lsangiz, ishsiz yurgan akalarimga, ukalarimga yetib boradi. Sizlarga hozir yangi vakansiya, mana hozir ish jarayonini hozir ko'ramiz. Bitovka sabirat qilish, mana hozir ancha beram to'lib qoldi. Bundan keyin mana bu qinga hozir bu tomonga yana shu bitovka sex ochilyapti, hozir remont ketyapti. O'sha uchun bu angar to'lgan, ikkinchi angarga hozir yana bitovka sabirat qiladigan odamlar kerak. Hamma hozir ish jarayonini hozir ana ichkariga kirib, bemalol so'rab, surishtirib, o'zlaringiz eshitasizlar aka-ukalarim. Ketdik, pognaly. Assalomu alaykum. Qanday sog'liksiz? Yaxshimi aka, tinchmi? Nima narsalaringiz yo'q aka? Yaxshimi? Qayerdansiz aka? Ha? Buxorodan. Buxorodan? Qancha bo'ldi kelganingizga? 4 oy. Necha pul mana shu bittasi? 8400 miş. 8400. Necha kunga tugatasiz to'g'risi faqat? 2 kunga? Ish normalni davolamisiz? Kecha ertalab boshladingiz. Gap yo'q aka, tanajoningiz sog' bo'lsin, gazan bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Qayerda siz olmaymiz? Ish qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Nimaga videoga tushishga qo'rqyapsiz? Ha? Ha bo'ldi, sizni haftangiz olmaydi. Necha kunga tugatyapsiz shuni? 1 kun? Necha pul bu? 8,5 ming. Qancha bo'ldi kelganingizga? 3 oy. Mayli, tanajoningiz sog' bo'lsin, gazini bo'lsin. Ham takrorlik qanaqa? Bo'l. Assalomu alaykum. Qanday? Sog'lik yaxshimi, tinchmi, charchamay, zerikmay? Qayerdansiz? Yo'q, Jizzax. Jizzax. Qancha bo'ldi kelganingizga? 3 oy oldi. 3 oy? 4-oyga tegdi. 4-oy. Bu necha pullik bitovka? Bu abishni 8200. 8200. Necha kunga tugatasiz? Bu bir kunda ertalab boshlasa soat 6-7 da Tugatasiz. Bitta narsa qiziq. Mahsulotlar tayyor holatda keladimi? Ha, hamma narsa tayyor. Piramidaga hamma narsa joylanadi. Ha. Oldingizga ro'xu karada tushiradi, ro'xuni oldingizga aftiramiz. Faqat sabirat qilish kerak ha buni. Ish davolimi, ishonarlimi yo'qmi? Ishonarli. Ishlayapti, 4-oyga tegdi, yaxshi. Tanajonlari sog'lom bo'lsin. Assalomu alaykum. Horma, qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Qayerdan edingiz? Sal bunayroq bo'ling qani? Bunayroq keling qani, bunayroq keling nima? Jizzaxdanmisiz? Qancha bo'ldi kelganingizga? 2 oy oldi. 2 oy. Bu necha pullik bitovka? Narxini bilmaysiz? Primerni. 1500. Necha kunga tugatasiz? 1,5 kunga? Gap yo'q. Mayli, omadlaringizni bersin. Hormaylar. Qanday? Sog'lik yaxshimi, tinchmi, charchamay, zerikmay? Jang buni endi. Qanday sog'liqlar? Yaxshi rahmat. Bo'lyaptimi? Qayerdansiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Kelganingizga qancha bo'ldi? 5 oy. 5 oy. Shu uzoqroq saqlasam bo'ladi. 5 oy. Bu necha pullik bitovka bu? So'rnoy. Oddiysi So'rnoyda 8200. 8700. 100 ishlaysiz? Ha, 1 Necha kunga tugatasiz? kunda, 1,5 kunda. Bir kun 1,5 kunga. Bitta narsa qiziq bo'ladi, kommentariyaga yozadi. Mahsulotlar, pol, patolog, girdagi shiferlar, desplar hammasi tayyor holatda keladimi? Yo'qmi? Hammasi keladi mana piramidada. Piramidaga hammasi tayyor holatda bu yerda keladi. Shundaymi? Hech narsani kesib, buni bir yo polni, yo patologni kesib bitirilmaydi. Hammasi tayyor. Daji teramiz. aha. Daji doskalari hammasi tayyor holatda keladi. Shundaymi? Primerin bir oyga qancha tushirasiz? O'rtacha 150 ming, 200 ming. 150 ming, 200 ming rubl tushirsa bo'ladi, ha? Ishdan davolimi?
Ish ishonarlimi? Ishonarli, yaxshi. Pulni zarplatani vaqtiga beradimi? Vaqtida beradi. Vaqtiga beradi. Keladigan odamlarga nima deymiz? Kelsa bo'ladimi? Kelsin, ishlasin. Kelsa ishlasin, ha? Ish ishonarli. Joy issiq. Endi bu yoq endi yoz ham keldi-ku, to'g'rimi? Endi gazini bosib ishlaydigan vaqt keldi. Tanijonlari sog'-omon bo'lsin. Rahmat. Gap yo'q. Mayli. Aka-ukalarim, mana bemalol yuragida o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa, bemalol mana bu sexga kelishi mumkin. Mana bu yoq уже yoz, issiq, Xudoga ming qatla shukr. O'zi sovuqda ham bir issiq отопленияsi bor edi bu yerda. Mana bizani bitovka seximiz. Yuragida o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa agar kelishlari mumkin. Rossiya territoriyasidan bo'lsa agar patent bilan oladi, Podmoskva patent bilan. Adresimizni aytib beraman. Podmoskva, Sholkeyskiy rayon, деревня Bogoslova. O'zbekistondan kuzatib o'tirgan agar aka-ukalarim bo'lsa agar prямо O'zbekistondan kelsa, registratsiyasiga, patentiga, barcha hujjatlarga ishxona yordam beradi. Hozir men raqam qo'yaman. Prямо начальник rahbarning nomeri Lipo deb qo'yilgan 4686. O'shanga telefon qilasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomer 3737 men nomerim. Tanijonlari sog', omon bo'lsin. Salomat bo'linglar.